2024-yili 5-dekabr kuni suvoqchi bolani tekinga reklama qilib 238 mingta obunachiga ega bo'ldi. O'zim haqimda ma'lumot beradigan bo'lsam, 2016-yil qurilish sohasiga kirib kelganman. 300 dan ortiq magazin, do'konlarni qurganman. 10 dan ortiq uchastkalarni noldan bitirib berganman. Sergeli domlada, Toshkent City'larda subpodrat bo'lib asosan ishlab kelganman. Tunuka sex, rover sex, akfa sex, mebel sex, oyna sexlarni yurg'izib ko'rganman. Bu narsani maqtanish uchun gapirmayapman. Menga o'xshagan usta akalar, prorab akalar juda ham ko'p, lekin internetga chiqishmaydi. Sababi o'zligini ishligidan ortishmaydi. Blog yurg'izmoqchi bo'lsangiz, odamlarga o'zingizga ravo ko'rgan narsani bering. Qisqa vaqt ichida to'liq ma'lumot berishga harakat qilsangiz, bitta ish bilan pastiyatda shug'ullanadigan bo'lsangiz, men sizga va'da beraman. Odamingiz managidan ham ko'p bo'ladi. Juda ham ko'p yaxshi odamlar bor, blog olib yurgan. Bir og'iz maslahat so'rasangiz, ular maslahatligini ayashmaydi sizlardan. Meni ustozlarim juda ham ko'p. Har bitta odamdan bitta narsa o'rganib, shu paytgacha ham kelyapman. Bu bolaga keladigan bo'lsak, kecha kuni telefonlashib qoldik ish bo'yicha. Keyin men reklamani narxini aytdim. Menimcha bo'ladi desam, deydi, "Sen deydi, meni reklama qilganingdan shu darajaga yetishding. Men o'sha odamlarning ishini qilib berib, odamlar meni ketimdan senga rahmat deb, sen shunaqa bo'lib yuribsan" deydi menga. To'g'ri, bu olib chiqishga juda ham mayda narsa, lekin men shu kungacha 300 ta ustalarni sizlarga tavsiya qildim. 40 dan oshiq qurilish mollarini ko'rsatib berdim. O'zingizlarga ravo ko'radigan narsani qolganlarga ravo ko'rsanglar, sizlarni ham orqangizdan shunaqa faxrlanib gapirib yurishadi. Bu videoni Suvoch akalarga jo'natib qo'yamiz. Chiroyli kommentariy yozsanglar, bittasini oranglardan tanlab olib, tekinga reklama qilib beramiz. Videoni shu joyigacha ham ko'rgan bo'lsanglar, bitta like chani ayamaysizlar. Sog' bo'linglar.